Olchinda sotilayotgan uyimiz chiqib qoldi. Bu yer Dash mahallamiz ekan. Hozir adreslarga alohida to'xtalamiz. Bu yerda umumiy yer maydoni 6 sotikdan iborat. Mana bu yerda bitta xonamiz. Bunisi ikkinchi xona. Hop, bu yoqda mana bolalarga darsxona. Hop, mana bu tarafda ikki xona plus romi bilan bor ekan. Hozir bu yoqlarni ham bir qilib ko'rsatamiz. Mana bu yer mana mehmonxonamiz. Hop, shunda jami bo'lib 5 xona-yu bitta ayvoni bilan bo'lyapti. Bu yoqda yana yotoqxonamiz ham bor. Mana bu yerda o'sha romlarimiz ham mavjud. Mana hovlimizni ko'rib turibsizlar. Umumiy 6 sotikdan iborat. Bu yoqda tandir xonalari ham bor ekan. Mana bu yer oshxona. Bu yoqda yangi o'sha tandirlar qilib qo'yishgan ekan o'tkayli. Hop, endi hojatxonamiz bu yoqda. Mana bu joyda asosiysi o'sha 12 ta va 12 metrli molxonamiz ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, o'xirlar betonlangan, u yog'i o'sha molni taglari g'isht bilan cho'llab qo'yishgan ekan. Mevali daraxtlarimiz ham bor, xudo xolasa. Endi manzilni aytadigan bo'lsak, Olchin sentrdan kirib kelganda eski jome masjidining yonida kirgan ko'cha bor ekan. Mana shu yerdan kirganda chap qo'lda 4-uy Dasht MFya Dasht 1-ko'cha 13-uyimiz bo'lyapti. Yaxshi yangilik, jome masjidimiz ham hujjatlari tayyor ekan, tez orada ochilar ekan, xudo xolasa. Masjidga ham yaqin 5 vaqt namozlarni ado etishlaring mumkin. Mana bu yoq ko'chalar asfalt ekan. Hop, endi narxini 55 ming uka kelishadigan joylar bor deyapti. Hujjatlarni yangi kadastrlar qilib kecha qo'limga oldim deyapti. Pastda egalarning raqamlarini qoldiramiz. Kelib ko'rib bemalol baholash olsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar. Agar sizlarda ham sotilayotgan joylar bo'lsa, bemalol bizga mana shu ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ana endi sog' bo'linglar.